zamonda mama bobolarimiz mana shunday o'tovda yashashgan, o'zlarimiz ham mana shunday o'tovlarni ko'rganmiz. Bu o'tovimiz ilgaridan bo'lgan, uylari bo'lmagan, mana shunday o'tovlarda katta nimalar qilib, mana shu o'tovning ichida yashaganda ota bobolarimiz katta bo'lgan, kelinlarimiz mana shunday bo'lgan. Bu o'tovda ikki bo'lib, u tomonda ota bobolarimiz yashagan, bu tomonda kelinlarimiz yashagan. Sandal qilishib, unda pechka bo'lmagan, sandal qilishib nima qilgan? Mollari, qo'ylari, echkilari o'zlari shu o'tovning ichida bo'lgan. Unda pirmiz ishlatar edi ilgarida. Qoniz, pirmiz shularni ishlatardi. Mana bu kelinlarimiz mana bu paranjini kiyib, kelin bo'lib ilgarida uylar bo'lmagan. Shunday o'tovda milliy qadriyatimizdan urf odat bo'lib kelgani uchun mana shunday qilib hozirgi kunlargacha davom etib kelmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun butun Surxondaryo viloyatlarida yangilanish, yasharish bayrami bo'lgan Navro'zi ayom bayrami bo'lyapti. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu o'tovimiz haqida gapirsak, eskidan momalarimiz, bobolarimiz o'tovlar tikib yashashganlar. Bir tomonda qo'y qo'zilari turgan, bir tomonda o'zlari yotishgan, sandal qo'yib. Mana hozirgacha biz milliy urf-odatlarimizni yoshlarimizga yetkazib kelib, mana milliy kiyimlar, milliy ishlar bilan shug'ullanib yurganlarini ko'rsatib, hozirgi yoshlargacha yetkazib kelmoqdamiz. Bayram bilan barchalaringizni, barcha xalqimizni bayram ayyomi bilan tabriklaymiz. Doimo yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, yurtboshimiz omon bo'lsin. Bayramlarga ulashaversin. Bayramlarda hammaning xonadonida qurt barakalar kirib kelsin. Ushalmagan orzular ushalsin. Do'stlik bugun oylar tantana, hur hayotda baxtiyor damlar. Navro'z bugun iqbol shodiyona. To'y muborak aziz insonlar. O'ynangizlar, kuling.